Olsa yengil ish, tez ish bitadi. вообще sut ekin bo'ladi narxi. Qo'ylarni Azamboy charchag'i ham chiqqan. Ana akalar. Telefon qiling, qo'ylar kichkina qo'ylar emas. Dangal, yirik katta sog'lom deb aytib bering. Bolmang sarson buningda Azbek akamizda bozordan go'dasini ko'taradi. Dangal bu qo'ylar charchog'i bor ekan. Bunda sal ko'zingizdan daqa ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilari. Azamjon menga buningda yemga tayyor soliqlardan optim joyidan chiqarib turing degan akalarimizga bugun Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i o'sha mashhur arzonchi optimchilar qishlog'ida xudo xolasa o'sha Azbek akamizni qo'y fermalar ekanmiz. Agar xudo xolasa videoni ko'rishdan oldin bittadan like deb bosing. Chiroyli qilib bittadan like deb bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz akalar bundaqa o'z tularmon yemga tayyordi zo'rlardan ekan. Akalar xudo xolasa hafta kuniga bugun juma 2025-yil 27-iyun. Akalar xudo xolasa o'ta arzon va qo'zin narxida yengil soliqni zo'rlardan ekan. Ham desa o'ta arzon qo'zin narxida deydi. Xudo xolasa sizlar like'larni bosib qo'llab-quvvatlab tursalar, xudo xolasa narxlarini chiroyli qilib yorib berishga harakat qilamiz. Oldin to'st turing, chayga o'tib qolyapti. Mana akalar, qo'ydi mana uzun olamiz degan akalarimizga tashab qo'rasiz. Yomonsan o'sha Azbek akamizni o'zlari. Hormat Azbek aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Somsiz? Qo'chqarlarni zo'rlarni chiqarib turgan soliq qo'ytdingmi endi? Sog'liq qo'ydik Azamboy. Xudo xolsa arzon zo'rlaridan. Bugun boru sut ekin bo'ladi. O'ta. Dangal. Bo'ldi gap. Akalar xudo xolasa qo'ylarga baho bering. Hammasi uzun yemga tayyorlardan boqamiz degan akalarimizga. Azbekka nech partiya chiqadi bugunga? Bir partiya chiqadi. Soni 42 ta. 42 bosh. Ha. Mana akalar. Mashalloh. To'sin. 42 bosh. Hammasi uzun bunaqa o'z tularman variantdan so'ragan akalarimiz tashab qo'yasiz. Hammasini eti ham вообще dahshat Azamboy. 2 oyda tayyor bo'ladi yani. Mana akalar. Qarang, hammasini ishlov berilmabdi. Birattasini tarab-parab hali qilinmagan. Agar ishlov berilmagan, buni qarang, elita deydi. Mana buni o'z tularman variantdan so'ragan akalarimizga. Azbek aka bularni hammasini bir joyga sotamizmi ya? Xudo xolasa bir yerga bo'ladi. Qarang. Boladan yaqinda ajratib ishlaygan mana shu ham mana. Boladan yaqinda ajragan. Sirazi nima deydi? Yem berasiz, sirazi o'zgarlik degan variantidan deydi. Bu qarang. Qo'ylar hammasini suyaklari zo'r Yirik soliqlar hammasi. ham yosh, 4 tishdan 8 tishgacha bor. Bundan qarisi yo'q. Yo'q. Mana akalar 4 tish, 6, 8 deyaptilar. Lekin bu qarang, hammasini yiltir dedi mana akalar. Xudo xolasa o'sha arzon sifatligidan olamiz degan akalarni tushib qoldi. Suyaklarini qarang. O'zi mashina. Mo'g'ay badani zo'r ekan o'zi mashina. Mo'g'ay. Badanni qarang. Lekin badani o'ta zo'r ekan mashina. Qo'ylar emasda Azam. Nima deydi? Tayyor bo'laveradi mashqalar lekin xotirjam. 1,5 oyda lekin tayyor bo'laveradi. Bemalol. Hammasi yaqinda boladan ajratishga bunday tagini qarang akalar. Qo'ylar charchoq Azamboy. Qachon yetib keldi bular? 10-11larda yetib kelgan. Kechqurun yetib keldi. Kechqurun yetib kelgan. Mayda charchaga chiqsin demay o't-potlar baqib yuribsiz hozir. Ha, mana shu yerda qo'ra ham hozir Zaynab qo'ralar ham. Qo'ralar ham Zaynab akalar bunda qarang. Mashalloh. Nima deydi? Kimdir sharoitga qarab deydi Azbek aka, kimdir 4 ta olar, kimdir hammasini olar. Sharoitga 4 ta, 5 ta obunachilar degan olamiz degan obunachilarimiz telefon qilsa ishi bitadimi? Telefon qilsa bo'ldi, yarim to'sa ham ishni bitirib beraman. Bemalol. Bo'ldi gap ya akalar, xudo xolasa nima deydi? Telefon qiling, bemalol. Bu hammasini sotayotganda o'ylab qolmang. Xudo xolasa telefon qilasiz. Sizga 4 ta kerakmi, 5 ta kerakmi, yo'qmasam kelib ko'rasizmi? Tanlab olishgacha pulisi bo'ladi, lekin o'zlari tanlab bersalar minus qilib beradilar. Xudo xolasa optimiga narx qo'yamiz akalar, xudo xolasa. Desa pulisi bor. Hop. O'zim tanlab bersam minusi bor. Bo'ldi mana akalar, xudo xolasa. Qarang, mashalloh. Lekin hammasini suyagiga e'tibor bering. O'sha yemga tayyor zo'rdan olamiz degan akalarimiz tashab qolsa, xudo xolasa. Gruppalarga padilesa qilib, qanday urug'lar gruppa bor, hammasiga tashab qo'ysangiz, xudo xolasa, aynaqa arzon qo'yilib qoladi. Qo'zin narxi bo'lsa bittadan like deb bosib qo'rasiz deydi-yu. Azbek aka, bo'ldi narxi bular. Hammasini bir joyda sotamiz-a? Iloji bo'lsa. Bo'ldi, hammasini bir joyda sotyapman deb narx ayting. Arzon bo'lsa obunachilar, o'sha optim narxlarda. Dangal ayting. Ha. Bir joyda. Bir yerga 3 million 200 mingdan. Dastlabkasi vodiy bo'ylab dastlab. Yo 3 million pasida Azbek aka. Yo endi Azamboy buni qo'ylarni qarang-da Azamboy. Yo, eshitdim, qo'ydi. Zo'ri ham bor, pasti ham bor deydi mana. Buni qarang. Buni qo'ydi qarang. Eshitdim, qo'ydi, hamma pasti ham bor, zo'ri ham bor. Mana buni qarang. Mana bunday o'z tulab yiltir deydi-yu akalar, xudo xolasa. Lekin chat pachkanasi hammasi pash standart desa ham bo'laveradi, e'tibor bering.
Bitta ikkita bor maydarog'i, tan olish kerak. Undan ortiq yo'q ekan lekin. Hammasi kimda e'tibor bering akalar. Hammasi lekin zo'r. Yaxshilab qarasa 5 ta ham chiqmaydi. Ya 2 ta 3 ta chiqadi. Qarang akalar. 50 ta deydim, ishlarni ko'rib maza qilaverasiz. Azbek aka narxidan o'tamiz. 3 millionning pastda chiqadi. Bugun obunachilar siz shunaqa soliqni birinchi qo'yapsiz-da. Bomba bo'lsa bomba olib qo'ygansiz. Yengil. Keng, voy. Tars gapiring, tamom. 3 milliondan beraman. Yo, 3 millionning pastda chiqadi. Eshitdim, qo'ylarni 3 million desa ham ko'taray. Hammasi optimiga narx aytasiz. Bomba bo'lsa. Ha, yengil. Bir yerga bo'lsa. 100 mingni o'tib beraman. 2 million 900 dan. 2 million 900 dan. 200 dan o'tasiz. 2 million 800 dan bo'ladi. Yengil. 42 ta dedingizmi? 42 ta. 42 hammasiga bo'lsa, biz obunachilar ko'pi mard dangal deydi, like'larni bosib qo'llab-qo'llab turishadi. Bo'ldi. 2 million 800 dan bir joyga. Yo, azam bo'yimda to'g'ri kelmay qoladi. Men ham dangal soni ko'p, yana qo'yim kelyapti. Xudo xolasa kechqurunga yana 2 mashina qo'yim kelish kerak. 150 tag' bag'ida. Qo'chqor keladimi, sog'liqmi? Sog'liq. Mana telefon qilishaveradi yana. Telefon hisob bo'ldi, Telegram, WhatsApp hamma narsa bor. Bor. Telefon qilsa ish bitadi. Mart chiqaman, 50 mingni o'tib beraman, 2 million 850 mingdan vodiy bo'ylab dastlab kezaman. Andijon Farg'ona qo'qon ketaveradi. Joning hisobimiz akalar mana, ey. Uningda arzanidan bormi degan akalar, mana akalar qo'zin narxida 2 million 850 ming so'mdan optimiga ketdi. Akalar bozorga bo'lgan arzan deydi, buni qarang. Dangal. Ey. Ichida 3,5 million, 4 million. Bor, ko'rdim men. Mana shu yiltirlamani akalar. Mana mash qo'ylardan 4 milliondan kam chiqmaydi mana mash qo'ylar. Lekin 2,5 millionligi ham chiqadi. 2,5 millionligi ham chiqadi. 2,5 millionligi ham chiqadi. Hop. Prostatagini qo'yib yo'g'i bir yerga olsa 2 million 850 ming so'mdan 42 tasi bir joyga. Bo'ldi gap. Dastlabkasi besmaq. Akalar lekin shoshilinglar. Dangal buni qo'y. O'zi 3-4 kunda yana charchag'i chiqib qonunlashsa qo'y, yana qonun chiqmasdan. Lekin hammasini yeb ichiga garantiya berasiz. Yeb ichishiga bir haftaga garantiya. Bemalol. Bemalol. Bo'ldi, ashton yana bitta 24 soat ishlaydi. 24 ashton bitta qo'ylar yurishini ko'raylik, shaydanglash. Mana akalar, qo'ylar hammasi o'zlar bo'lib, lekin zo'r. Hammasi bunday shashti zo'r. Janolar mana akalar. Qo'ylarga e'tibor bering mana. Mashalloh, lekin hammasi men olib bir joyda boqing, mashq qo'ylardan katta daromad qilsa bo'ladi. Dangal xudo xolasa hammasini bir joydan olib, mashq qo'ylarda katta daromad qiling olib, zo'rlar. Kelib ko'raman deysa, lakka-sabakkalarni tashib berasiz. Bemalol. Kelib tevasida ko'rishsa, realniy bo'ladi. Real haqiqatda akalar. Kelgandan keyin 2 million 850 dan bermayman emas. 2 million 850 mingdan labis, erkakning labis. Bo'ldi, gap akalar, qaytish yo'q. Dangal qaytish yo'q. Xudo xolasa shoshilavering dedi. Mana akalar, xudo xolasa bemalol 2 million 850 mingdan optimiga. Bugunga shular. Bugunga xudo xolasa mashq qo'ylar. Lekin videomiz ko'pga cho'zmaymiz. Xudo xolasa qo'yki yana kechqurun keladi. Telefon qilishaveradi bemalol. Yana uchrashamiz syomka. Bo'ldi, gap akalar, lekin shoshiling. Bo'ldi, gap. Bemalol telefon qiling. O'ylanmang, xudo xolasa haqiqatan arzon akalar, bozorda bermaydi. Dangal mayna qo'ylar bozorda bermaydi. Biz to'g'ri undan pastrog'ini qo'yib yuribmiz. 2 million 750 ming 800 qo'yib, mana buni daqalarni qo'yibmiz. Lekin hammasini e'tibor bering, hammasi yiri, katta qo'ylar. Qo'y bilan qo'yda farqi bor akalar. Solishtiring, liboy qo'yga solishtiring. Men guvoh nima deydi? Hamma yerdan arzon qo'ydilar. Prosta optim birinchi qo'l, xudo xolasa telefon qilavering, bemalol. Bugunga shular Azbek aka. Bo'ldi, gap akalar, xudo xolasa bugunga shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoni hamma oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat. Bittadan like bosib, kommentarda chiroyli fikrlaringni bildirib ketasizlar. Xudo xolasa bundan arzani lekin hech qayda yo'q akalar. Dangal realniga bundan arzani hech qayda topa olmaysiz. Yo'qmasam bugunga shular.